parallel to'g'risizlarda burchaklar. Birinchisi tarif. Xo'p. Tekislikda kesishmaydigan to'g'risizlar. Kesishmaydigan to'g'risizlar. Parallel to'g'risizlar. Hop, bugungi mavzu parallel to'g'risizlarda burchaklar. Tarif. Tekislikda kesishmaydigan to'g'risizlar parallel to'g'risizlar deyiladi. Hop. B to'g'risiz B'ga parallel. To'g'ri chiziqqa parallel. Xo'p, belgilanishi mana bunday ko'rinishda berilgan. Ya'ni mana shu narsa parallellikda belgisi. Xo'p, endi parallel to'g'risizliklarni 3-chi to'g'risizlik kesib o'tsak. Uchinchi to'g'risizlik kesib o'tsa, 8 ta burchakka ajraladi. Xo'p, mana bu burchaklar bunisi 2, mana bu 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mana buni shunday yopib tursak, mana tepadagi burchak qanday? Vertikal burchaklar. Xo'p, buni yopsak, pastdagisi vertikal burchaklar. Xo'p, endi tepadagiga qarasak, bir bilan birinchi burchak bilan uchinchi burchak teng, ikkinchi burchak bilan to'rtinchi burchak teng. Demak, birinchi burchak bilan uchinchi burchak teng, ikkinchi burchak bilan to'rtinchi burchak teng. Xo'p, pastdan qarasak, 6-chi burchak bilan qaysi burchak teng? 7 teng. 5-chi burchak bilan 8 teng. Xo'p, endi umumiy qarasak, qaranglar. 1 va 6 7. Ya'ni birinchi burchak 3-chi burchakka teng. Bu 6-chi burchakka teng. 6-chi burchak qaysiga teng? 7 ga teng. Xo'p, bu yoqdagisi. 2-chi burchak. Keyingisi 4, 5 va 5 mana teng demoqchi. Teng 5, teng 8. Bular mos burchaklar deyiladi. Mos burchaklar. Demak, xossa qilib shuni yozib ketsak bo'ladi. Xossa mos burchaklar o'zaro mos burchaklar o'zaro teng. Endi ichki almashinuvchi burchaklar. İçki almashinuvchi burchaklar. 4 bilan 5, 3 bilan 6. 4-chi burchak bilan 5-chi burchak teng, 3-chi burchak bilan 6-chi burchak teng. Ya'ni 4-chi burchak bilan 5-chi burchak teng,
3-chi burchak bilan 6-chi burchak teng. Demak, ichki almashuvchi burchaklar yig'indisi ichki almashuvchi burchaklar o'zaro teng desa bo'lar. Hosil. Ichki alma o'zaro teng. Xo'p, mana shuni qaytadan yana bu tarafga chizaman. 3-chi hosilasi qolyapti. Ya'ni A bir to'g'ri chizib. Demak, mana bu birinchi dedik, bu ikkinchi, bu uchinchi, to'rtinchisi, 5, 6, 7 va 8. Endi ichki bir tomonlama burchaklar. Ichki bir tomonlama burchaklar. Hop, ichki bir tomonli burchaklar yig'indisi 180 gradusga teng. Ichki bir tomonli burchaklar yig'indisi mana ichidagi mana ikkita burchak va mana ikkita burchak. Burchak 4 bilan burchak 6 ning yig'indisi 180 gradus. Hop, burchak 3 bilan burchak 5 ning yig'indisi 180 gradus. Hop, mana shuni isbotlasak. Isbotlasak. Hop, mana bu tepadagi chiziq qarasalaring qanday burchak bu? Tepadagi qo'shni burchaklar. Mana bundan past. To'g'rimi? Mana bu yer alfa bo'lsa, bu taraf nima bo'ladi? 180 minus alfa. Chunki ikkalasining yig'indisi 180 gradus hosil qilish kerak. Endi mana bu yer alfa bo'lsa, mana bu yer nima bo'ladi? Alfa. Bu tarafchi 180 minus alfa. Xo'p. Endi mana bu yerda burchak bilan mana bu yerda burchak teng. Mana bu yerda aytib ketganmiz. Demak, mana bu yerda nima bo'ladi? Bu yer alfa bo'lsa, bu yer ham alfa bo'ladi. Bu yer 180 minus alfa bo'lsa, mana bu yer ham 180 minus alfa bo'ladi. Endi ikkitasiga qarasalaring, mana ikkalasining yig'indisi 180 minus alfa plus alfa 180 gradusga teng. Mana bu yon ikkalasining yig'indisi ham 180 gradusga teng. Ya'ni 180 minus alfa plus alfa 180 gradusga teng. Mana ikkalasiniki. Xo'p, bu ikkalasi ham xuddi shuning o'zi. Alfa plus 180 minus alfa, bu ham 180 gradusga teng. Xo'p, qolganini anavilarda ko'rib ketaversak bo'ladi. Misollarda, birinchi misol. Xo'p, mana bu yer 40 gradus bo'lsa, bu yer ham nima bo'ladi? 40 gradus bo'ladi. Xo'p, demak, alfaga betani qo'shadigan bo'lsak, necha gradus bo'lishi kerak? 180. Demak, alfa plus beta teng 180. Alfa 40 gradus. 40 plus beta teng 180. Beta teng 140 gradus. Xo'p, uchinchi misol. Alfa bilan betani so'rayotgan ekan. Mana bu alfa ekan.
Mana bu 50 gradus ekan. Xo'p, ichki almashinuvchi burchaklar bo'lyapti. 50 bilan bu yerda. İchki almashinuvchi burchaklar o'zaro teng. Demak, bu yerda nimaga teng mana shu yer? 50 ga teng. Xo'p, bu yerdagi alfani qo'shsak 180 gradus bo'lishi kerak. Bu yerda nechaga teng edi? 50 plus alfa teng 180. Alfa teng 130 gradus. Xo'p, davom etamiz. Yozib bilan bo'ladi. 6-misol. Avvalgi parallel mana bu 2x ekan. Mana bu alfa. Mana bu 4x. Alfa so'rayapti. Xo'p, bosqichga qarang. Mana bu burchak bilan mana bu burchak o'zaro teng edi. Demak, bu yer 2x bo'lsa, alfa ham nimaga teng? 2x ga. 2x ga 4x qo'shadigan bo'lsak, bular qo'shni burchaklar. 2x ga 4x qo'shsak, nima chiqadi? 180 gradus. 6x teng 180 gradus. X teng 30 gradus. Alfa endi nimaga teng? Alfa. Alfa 2x ga teng. Demak, 2 ko'paytirgan 30. 2 ni 30 ko'paytirsak 60 gradus. Xo'p, to'qqizinchi misol. To'qqizinchi misol. Mana bu 4x plus 10 gradus. Mana bu 5 deydi. 2x plus 20. Xo'p. Bu yerdan topishimiz kerak. Mana ikkalasi ichki bir tomonlama burchaklar. Ikkalasining yig'indisi necha gradus bo'lishi kerak? 180 gradus bo'lishi kerak. Demak, 2x plus 20 teng plus 4x plus 10 teng 180 gradus. 2x ga 4x qo'shsak 6x plus 20 ga 10 30 teng 180 gradus. 6 ga bo'lib yuborsak ham bo'ladi, 30 nariga o'tkazsak ham bo'ladi. 6x teng 180 ni 30 ayirsak 150. X teng necha gradus? 25 gradus. Bu yerda nimaga teng? Bu yerda 2x plus 20 ga. 2 ko'paytirgan 25 plus 20. 50 plus 20. 70 gradus endi. Xo'p, keyingisi. 12-misol. Xo'p. Alfani so'rayapti. Mana buni bu tarafdan parallel to'g'risida o'tkazib olsak, mana bunaqasi bo'ladi. Endi yaxshilab qarasalaring, mana bu burchak bilan mana bu burchak ichki almashinuvchi burchaklar bo'lyapti. Demak, ichki almashinuvchi burchaklar o'zaro teng. Demak, 3x minus 10 teng x plus 20. X ni bu tarafga o'tkazsak 3x minus x teng 10 plus 20. 2x teng 30. X teng necha gradus chiqadi? 15 gradus. Xo'p, endi bu tarafda mana ikkalasi ham ichki almashinuvchi burchaklar. Demak, bundan hosil bo'ladi alfa nimaga teng? X plus 40 gradusga. X necha gradus chiqdi? 15.
alfa teng 15 plus 40. 15 ga 40 qo'shsak 55 gradus. Xo'p, 16. Ikkita parallel to'g'ri chiziqni uchinchi to'g'ri chiziq kesishdan hosil bo'lgan ichki bir tomonli burchaklar ayirmasi 100 gradusga teng. Bu burchaklarning kattasini toping. Demak, ikkita parallel to'g'ri chiziqni uchinchi to'g'ri chiziq kesishdan hosil bo'lgan ichki bir tomonli burchaklar. Ichki bir tomonli burchaklar bo'lsa, mana bu alfa bo'lsa, mana bunisi beta. Demak, ichki bir tomonli burchaklar yig'indisi necha gradus edi? Alfa plus beta plus 80 gradus. Alfa minus beta 100 gradus ekan. Kattasini topishimiz kerak. Kattasi qaysi katta bo'lsa o'sha. Qo'shib yuborsak ikkalasini. Alfa ga alfani qo'shsak 2 alfa teng 280. Alfani topsak 280 taqsim 2. Necha gradus? 140 gradus. 140 ni mana bu yerga olib qo'ysak, 140 minus beta teng 100. Beta necha gradus? 40 gradus. Demak, alfa 140 gradus, beta 40 gradus. Kattasi mana bu. Agar kichkinasini so'raganda, kichkinasi 40 bo'lar edi. Xo'p, 19-misol. 19. Ikkita parallel to'g'ri chiziqni uchinchi to'g'ri chiziq kesishdan hosil bo'lgan ichki bir tomonli burchaklar nisbati 1/2 ga teng. Bu burchaklarning kichigini toping. Ichki bir tomonli burchaklar mana bu x bo'lsa, mana bu y. Ichki bir tomonli burchaklar yig'indisi necha gradus? 180 gradus. Demak, x plus y 180 gradusga teng. Ikkinchi tarafdan x ni y ni x ga nisbati 1/2 ga teng. Proporsiya qilib x ni 1 ga 2 ni y ko'paytirsak x teng nima bo'ladi? 2y. 2y bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerga olib qo'yamiz. 2y plus y teng 180 gradus. 3y teng 180. Y teng necha gradus? 60 gradus. Xo'p, 60 ni mana bu yerga olib qo'ysak, x teng 2y. 2 ko'paytirgan 60. 120 gradus. Kichigi qaysi? Kichigi y. Shuni so'rayapti. Javob mana bu. Xo'p, 23. Mana bu D1 to'g'ri chiziq, bunisi D2 to'g'ri chiziq. Mana bu yerdan to'g'ri diskressiya o'tkazilgan ekan. Diskressiya o'tkazilgan. Mana bu yer x plus 20 gradus ekan. Ikkalasi teng ekan. Qaranglar. Mana bu bunday sakit bo'ldirsak, parallel to'g'ri chiziq bo'ladi. Bunisini bunaqasiga o'tkazsak, bu ham parallel to'g'ri chiziq. Mana bu yerda burchak bilan mana bu yerda burchak o'zaro teng bo'lib qoladi. Biz sektorisa x plus 20 bo'ladigan bo'lsa, bunisi ham shunga teng. X plus 20 ga teng. Mana ikkalasini qo'shsak, nimani berish kerak? 4x. X plus 20 plus x plus 20 teng 4x. Xo'p, demak, mana ikkalasi 2x, 20 ga 20 ni qo'shsak 40 teng 4x mi? 2x ni nariga o'tkazsak 4x minus 2x teng 40. 2x teng 40, x teng bundan 20 gradus hosil bo'ladi. X 20 gradus bizdan nima so'ragan o'zi?
X so'ragan ekanda. Xo'p, 26. Yigirma oltinchi misol. Mana bu burchak bilan bu burchak teng ekan. Demak 2x + 20 gradus mana bu. Mana bu 30 gradus. Mana bu yerdagi alfani so'rayapti. Mana buni bu tarafga qarab o'tkazsak, bunaqasiga, bunisini ham bu tarafga o'tkazsak, parallel to'g'risida bo'lib qolyapti. To'g'ri? Xo'p, endi mana bu chiziq qaramasalar, mana bu chiziqqa. Ikkita parallel to'g'ri chiziqda bitta to'g'ri chiziq kesib o'tyapti. To'g'rimi? 2x + 20 bilan 30 ichki almashuvchi burchaklar bo'lib qolyapti. Ichki almashuvchi burchaklar o'zaro teng edi. Demak, 2x + 20 bilan 30 nima? Teng. 2x + 20 teng 30 ga. Nari bo'lsa 2x teng 30 - 20. 2x teng 10, x ning necha gradus? 5 gradus. Demak, mana bu 5 kare 2 10, 10 ga 20 ni qo'shsak necha gradus bo'lyapti? 30, bu ham 30 gradus. Umumiy mana burchak nimaga teng? Umumiy 60. Endi mana ikkalasi qanday burchaklar? Ichki bir tomonli burchaklar. Ya'ni mana bu 60 gradus, bu alfa. Ya'ni alfaga 60 gradus qo'shsak, necha gradus berish kerak? 180. Alfani topsak 120 gradus bo'ladi. Xo'p, ikkinchi usul bo'yicha ham ishlasa bo'ladi. Ikkinchi usul uchburchaklarni ichki burchaklari 180 gradusligidan 30 30 60 bo'lsa, 60 ga nechini qo'shsak 180 bo'ladi. Alfa 120 deb ketsak bo'ladi. Buni Keyingi mavzuga o'tishimiz uchun hozir tushuntirib ketmayman. xo'p, xossa. Ya'ni mana o'rtadagi burchak ikkitasining yig'indisiga teng. Isbot qilamiz buni. Isboti. Mana bu yerdan mana ikkalasiga parallel qilib 3-to'g'risini o'tkazamiz. Mana bunaqasini. 3-to'g'risini o'tkazsak, endi mana ikkalasi mana bu burchak bilan mana bu ikkalasi o'zaro teng bo'lib qoladi. Alfa bir bo'lib qoladi. Mana ikkalasi o'zaro vertikal burchaklar bo'lgani uchun bu ikkalasi ham teng bo'ladi. Alfa 2. Xo'p, bu alfa 2 bo'ladigan bo'lsa, mana bu burchak, mana bu yerdagi burchak alfa 2 bo'ladi. Natijada umumiy mana bu burchak alfa 1 plus alfa 2 bo'lib qoladi. Xo'p. Yigirma oltinchilarga 30. Mana bu
70 gradus. Demek x plus 20 ga x plus 10 qo'shsak nechini berish kerak? 70. Xo'p, 2x plus 30 teng 70. 30 ga nechini qo'shsak 70 bo'ladi? 40. To'g'rimi? 2 ni necha ko'paytirsa 40 bo'ladi? X ning 20 gradus. X ko'rganmi? Bo'ldi. Hozir sanaylik bo'ladi. D1 parallel D2 parallel D3. Xo'p. Mana bu yerdagi burchak bilan mana bu yerdagi burchak teng. Mana bu 60 gradus ekan. Mana bu yerdan alfa so'rayapti. D1 D2 D3. Hop, boshqa qaraymiz. Demak, mana bu burchakka teng bo'lsa, beta deb olsak bo'ladi. Mana buni bu yoqqa ham davom ettirsak, mana bunaqasiga. Mana bu 2 beta bilan 60 ichki bir tomonli burchaklar. Ichki bir tomonli burchaklar yomisi 180 gradusga teng. 2 beta plus 60 teng 180 gradus. Nari qo'ysa 2 beta 120 gradus, 2 ga bo'lib yuborsak beta teng 60 gradus. To'g'rimi? Xo'p, endi D1 bilan D2 to'g'risiga qaraydigan bo'lsak, alfa ga betani qo'shsak necha gradus berish kerak? 180 gradus berish kerak. Mana 60 gradus. Ya'ni alfa plus beta teng 180 gradus. Alfa plus 60 teng 180. Alfa teng bunda 120 gradus. Hop, 36. 36-chi misol. Mana bu M1 to'g'risiq ekan. Bunisi M2 to'g'risiq. Mana bu yer 120 gradus. Mana bu yer 100 gradus. Mana bu yerdagi alfa so'rayapti. Hop. M1 va M2 ga parallel qilib mana bu yerdan 3-to'g'risiqni o'tkazib olamiz. Mana bunaqasi. Endi mana bu alfa ikkitaga ajrataylik. Mana bu qismi x ga teng, mana past qismi y ga teng. Pastdagi qaramasalaringda mana x bilan 120 ga qarasak, bular ichki bir tomonlama burchaklar. Ichki bir tomonlama burchaklarning yig'indisi 180 gradus. Demak, x plus 120 gradus teng 180. X topsak necha gradus chiqadi bundan? 60 gradus. Endi bu ikkalasiga qarasak. Y plus 100 gradus necha bo'ladi? 180. Y teng bundan necha gradus? 80. Demak, alfa ikkita burchakka ajraldi. X va y. Alfani topmoqchi bo'lsak, alfa teng x plus y. 60 plus 80 teng 140 gradus. Hop, 39. Bu ham xuddi shuni o'zi boshqacharoq ekan faqat. Ustoz 36 ni 360 ga tenglaganimizda ham chiqib kelarmidi? Qaysini? 36. Qaysini 360 ga tenglar? Hammasini alfa 120 plus 100 teng 360. Ha,
9 demak mana bu yer x bilan 2x. Mana bu yer x plus 10. Hop, mana bu yer 3x minus 10. Mana bu m var. Mana bu m plus 10. Hop, hisoblashimiz kerak. Qanday hisoblasak bo'ladi? Mana bu yerdan parallel to'g'risini o'tkazib olamiz. Mana ikkalasiga bir qilib. Mana shunaqasiga parallel to'g'risini o'tkazib olsak, demak, mana ikkalasining yig'indisi 180 gradusni berish kerak. Yo bo'lmasa boshqacha tarafdan qaraydigan bo'lsak, qaranglar. 2x, x plus 10, 3x minus 10 uchalasini qo'shsak, 360 gradusga teng deb ketsak ham bo'ladi. Xuddi mana bunda ham shu usul bilan ishlasak bo'ladi. Endi birinchi usul sal murakkabroq bo'lib ketyapti. O'shaning uchun ikkinchi usuldan foydalanamiz. 2x plus x plus 10 plus 3x minus 10 teng 360 gradus. Xo'p. 2x ga x qo'shsak, 3x, 3x ga 3x, 6x 10 dan 10 ayirsak, mana ikkalasi ketdi. Teng 360 gradus. X teng necha gradus chiqadi? 60 gradus. Bizdan qaysini so'ragan? X so'ragan? X so'ragan. Mana shuni isbotini ko'rib ketsak. Nega bunday bo'ldi? Demak, mana bu yerda alfa, mana bu yerda beta deyishimiz kerak. Mana bu yerdan 3-to'g'risini parallel qilib o'tkazamiz. Endi yaxshilab qarasalaring. Mana bu yer alfa bo'lsa, mana bu burchak ikkalasining yig'indisi 180 gradus berish kerak. Demak, mana bu yer, mana bu tomon 180 minus alfani beradi. Chunki ikkalasining yig'indisini mana berish kerak. 180 gradus. Endi bu tarafiga qarasak. Mana ikkalasining yig'indisi nimani berish kerak? Bu ham 180 minus beta. Endi mana bu burchak, mana bu yerdagi burchak va mana bu uchalasini qo'shsak, necha gradus beradi? Demak, bu yerdagi burchak alfa plus mana bu burchak 180 minus alfa plus mana bu yerdagi burchak 180 minus beta plus beta teng, qaranglar. Alfadan alfani ayirsak ketdi, betadan betani ayirsak ketdi. 180 ga 180 gradus qo'shsak 360 gradus. Mana buni ham shunday ishlasak ham bo'ladi. 120 plus alfa plus 100 teng 360. Alfa teng 140 gradus chiqardi. Mana buni shunday qilib ishlaylik. Xo'p, keyingisi 42. Xo'p, mana bu 140 gradus ekan. Mana bu 60 gradus. Mana bu beta ekan. Betani so'rayapti-da. Mana bu L1 to'g'risiq. Mana bu L2 to'g'risiq. Betani so'rayapti. Xo'p. Yordamchi 3-parallel chiziqda o'tkazamiz. Mana bu yerda. Mana shunaqasi o'tkazsin. 140 ga nechini qo'shsak 180 bo'ladi. Chunki mana bu to'g'risi bilan qanaqadir L3 deb olsak, L3 bilan L2 o'zaro parallel. Demak, mana ikkalasining yig'indisi, mana bu qanaqadir x deb olsak, 180 gradus berish kerak. X plus 140 teng 180. X necha gradus chiqadi mana shu? 40 gradus. Mana bu x dan 40 gradus. Endi mana bu yerda y deb olsak, umumiy mana shu 3 ta burchak qanday? Burchak. Qo'shni burchak. Demak, y plus 60 plus 40 teng necha gradus? 180. Y plus 100 teng 180. Y necha gradus? 80. Endi yaxshilab qarasalaring, y bilan beta ichki bir tomonli burchaklar. Ichki bir tomonli burchaklar yig'indisi 180 gradus. Demak, y ni nimani qo'shsak,
plus 80 ni beradi? Y ga beta. Y 80 plus beta teng plus 80. Beta teng 100 gradus. 4 ta 5 ta misol o'xshash. Ishlaysizlar. Hozir necha ishlaydi? 45. Beshinchi misol. Hop, mana bu 100 gradus, mana bu 130 gradus, mana bu alfa. Alfani so'rayapti. Hop. Mana bu ikkalasiga parallel qilib ana o'tkazib parallel to'g'risi. Bundan oldin davom ettirsak. Ya'ni adashmasam necha ishlatdik? 45 mi? M1 M2. Mana bu M1 to'g'risiz ekan. Mana bu M2 uchinchi yordamchi parallel to'g'risi M3 deb olsak. Xo'p, endi yaxshilab qarasalaring. Mana bu 100 gradus. Mana bu 100 ga nechini qo'shsak, mana bu yerda qanaqadir x deb olsak, 100 ga x qo'shsak necha bo'ladi? 80. Mana bu umumiy 130 gradus, demak, mana bu yerda necha gradus bo'lyapti? 80 gradus. Endi yaxshilab qarasalaring. 80 gradus bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda necha gradus chiqadi? Bu yerda 80 gradus chiqib qolsa, siz qarang 130 dan 80 ayirsak 100 bo'ladi. Pastki tomon 30 bo'ladi. nechadan nechani ayirsak? 130 dan 80 dan ayiramiz. Chunki 180 gradus-ku. Bu yoq 80, bu yoq 100 bo'ladi. Past 30. Bunaqasiga shunday. Tepa 100, past 30. Mana bu yerda burchak topsak bo'ladi-da hozir. Chunki bir nuqta atrofidagi burchaklarga bo'lsa 160 gradus, mana bu yerda burchak topsak bo'ladi. Qanaqadir x deb. 80 plus 130 plus x teng 360. gradus plus x teng 160. X teng necha gradus bo'lyapti? 150 gradus. Mana bu burchak bilan mana bu burchak ichki almashuvchi burchaklar, ichki almashuvchi burchaklar o'zaro teng. Ya'ni 6x ga teng. Xo'p. Mana bu 75 gradus. Demek y, mana bu ham y, mana bu x, mana bu alfa. Demek x taqsim y bir taqsim 2 ga teng keladi. Hop. X taqsim y bir taqsim 2 ga teng. Yingning 2x ga teng bo'ladi. 2y ga teng bo'ladi. Y ni bu taraf ko'paytirsak y teng 2x. Y teng 2x. Endi mana bu yerdagi umumiy burchak necha gradus? 2y. 2y ga x qo'shsak 75 gradus berish kerak. Y joyiga 2x topib qo'ysam, 2 ko'paytirgan 2x plus x teng 75 gradus.
4x x qo'shsak 5x teng 75 gradus. X teng 15 gradusmi? Demak, mana bu yer 15 gradus bo'ladigan bo'lsa, mana bu yer 30 gradus, mana bu yer ham 30 gradus. Endi alfani topmoqchi bo'lsak, y ga x qo'shishimiz kerak. Alfa teng y plus x. 30 plus 15 qo'shsak 45 gradus. Hop. Keyingi 54-misol. M1, M2, M3 va L1, L2, M3lar to'g'risizlar orasidagi parallel bo'lganlarini aniqlang debdi. Demak, mana ular M1, M2, M3 parallellar L1, L2, M3 L1, L2, L3 mana bu 110 gradus 70 gradus mana bu 100 gradus hop mana bu 80 gradus hop mana bu ham 80 gradus hop qaranglar mana bu 110 gradus bu taraf necha chiqadi qo'shsak 180 bo'lish uchun 70. 110 ga 70 gradus qo'shsak 180 bo'ladi. Mana buncha necha gradus chiqadi? 80 gradus. Endi qaranglar, 70, 70, 80. Qaysi biri teng? 70 bilan 70 teng. Demak, L1 bilan L2 parallel. Endi mana bu uchalasi bir-biriga teng bo'ladigan bo'lsa, parallel bo'lardi. Demak, qaranglar, 80 80 bo'lgani uchun M1 M2 ga parallel, lekin bunisi 70 bo'lib qoladi-ku. O'shaning uchun bu parallel emas. Javoban M1 bilan M2. Parallel. Hop, 57. Boshqa stavr. Deb boshqa hop, 48-misol. Alfa so'rayapti, mana bu yerdagi alfani. Mana bu narsa avvalgi misolda sal anglashilmoqchi bo'lib qolibdi. Demak, mana bu yer beta, mana bu taraf ham beta, umumiy 2 beta. 2 betaga 30 ni qo'shsak 70 gradus bo'ladi. 2 beta 40 gradus, betani topsak beta 20 gradusga teng bo'ladi. Endi 20 ga 30 ni qo'shadigan bo'lsak, mana bu yerda boshqa hosil bo'ladi. Hosilda o'rgatib ketgandik, alfa teng beta plus 30. Beta 20 ga teng. 20 ga 30 ni qo'shadigan bo'lsak 50 gradus bo'ladi. 57-misolda A va B parallel to'g'risizliklar berilgan. A'dan A, B, C nuqtalar olingan, B'dan esa faqat D nuqta olingan. Agar A, B, D burchak 70 gradus, A, C, D burchak 40 gradus bo'ladigan bo'lsa, B, D, C burchakni so'rayapti. Demak, mana bu 45 gradus bo'ladigan bo'lsa, mana bu ham 45 gradus bo'ladi. Bular ichki almashuvchi burchaklar. Ichki almashuvchi burchaklar o'zaro teng. Xo'p, mana bu 70 gradus. Bu 70 gradus bo'ladigan bo'lsa, mana bu umumiy 70 gradus bo'ladi. Chunki bular ichki almashuvchi burchaklar. X plus 45 gradus teng 70. X topsak 70 dan 45 ta ayirib qo'yamiz, 25 gradus hosil bo'ladi.